Opam oqsoqlanib, oyoqlari juda ham og'rib, ovqatga qo'llarini yuvishib ketyaptilar. Oshxonaga yetish ham qiyin bo'lgan bularga. Oshxonadan oqsab kelyaptilar mana. Qiynalib oqsab kelib, oshxonaga kirib ketadilar hozir. Oshxonaga kirganlaridan keyin ham 1 daqiqadan keyin sizlarga ko'rsataman. Umuman kirib o'tira olmaganlaridan keyin, bellari og'rib ketgandan keyin mana qaytib chiqib kelib, orqasidan ovqat olib kelyaptilar. Mana bolalar. Mana ko'rdinglarmi? Ovqatlarni xonasiga olib kirib berganmiz. Juda og'ir kuchli bo'lgan. Nechta urvoring? 10 ta. 10 ta urvoringmi? Bo'ldi, ketdi. 10 ta zarba beramiz. Ketdik. Bismillah. Opam 10 ta zarba dedilar. Ikkinchi kelishlari hozirgi taassurotlari aytib beradilar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta zarba. Gap bo'lishi mumkin emas, tushiramiz. Opamizni videolarini qo'ydik, ko'rdinglar, qiyshayib qolganlarini. Umuman mana bu yurishlari ham qiyin bo'ldi koridorda. Birinchi kelgan kuningiz 10 mm-midi. Qattiq og'riyotdi. Oyoqim pastga tortib og'riyotdi. Chap oyog'ingizda. Yotishlarga ham o'pib qiynalib yig'layotdi. Og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilyaptimi? Og'zim unchalik. Ta'siri bo'lmayapti. Necha kun uxlamagan edingiz? 3 kun. 3 kun uxlamadingiz. Bu ikkinchi kurs, lekin birinchi kursda o'zida kechqurun uxladingizmi? Uxladim. Kunduzi ham uxlab qoldingiz shu yerda. Divanlarda inqillab umuman yota olmasdan u yoqqa tashab, bu yoqqa tashab birinchi kursda juda qiynalgan edilar. Uyga borib ham keyin mana koridorlarda yurganingizni ko'rsatdik hozir. Qiyshayib yurganingizni kameradan ko'rsatamiz. Hojatga ham chiqa olmadingiz. Keyin uyga borgandan keyin qancha yurishni boshladingiz? Necha metr yura olasiz? Yuraman. Metrini bilmadim, ertalab 1 kilometr, 1,5 kilometr yura olasiz. Bolalarni bog'chaga borib olib kelib, piyodami? Piyoda. Piyoda bog'chaga borib olib kelyaptilar, lekin do'stlar birinchi kelganlarida koridorda 10 metr hojatxonaga qiynalyotdilar, to'g'rimi? Ovqatga qiyshayib qoluvdilar, chiqa olmay qaytib keluvdilar, ovqat yeya olmay. Xonalariga olib kirib berganmiz ovqatni, videoda ko'rsatdik. Xullas hozir bitta yurib bering, sal orqaroq yuringlar, sizlar yurib olinglar, avval orqaroq. Yurib olinglar. Ketdi, bitta yurib bering. Hozir muammo yo'qmi? Yurishada hammasi cho'tkimi? Tavsiya qilasizmi? Ha, kelinglar, yaxshi ekan. Gap yo'q. Bundan ham zo'r rezultatlarni sizlarga ko'rsatishni xohlasanglar, ko'rsatishimizni xohlasanglar, bizda 300 ta like, 100 ta qiziq degan kommentariy bo'ladigan bo'lsa, aniq zo'r ma'lumotlar berib boramiz hamda disk uchrasidan bundan ham zo'r rezultatni ko'rsatamiz. Faqat sizdan 300 ta like, 100 ta komment. Keyingi rezultatlarni, keyingi kurslaringizni ham xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Mashq qilib beramiz. Hammasini bajaring, bundan ham zo'r bo'lasiz xudo xolasa. Xonaga kirib olaverasiz. Bizda hamma sharoitlar bor. Ovqatlanishga, yotoqlar, muolajalarga hamma sharoitlar bor. Muammo yo'q, bemalol davolanishga kelishingiz mumkin. Sizlarga ham agar shunaqa muolajalarimiz, rezultatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bundan ham qiziq ma'lumotlar chiqarib boramiz. Agar muolajalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon kelinglar. Xudo xolasa davolab beramiz. Bu opamni keyinchalik yana zo'r bo'lib ketganlarni, futbol o'ynab yurishlarini ham xohlasanglar, o'sha qiziq deb yozib, like'larni bosib qo'yamiz. 300 ta like, 100 ta komment. Bundan ham zo'r. Keyin opamizga uy sharoitida qilish uchun beradigan mashqlarimizni ham chiqarib borishimiz uchun bizga motivatsiya bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Grijasi bor do'stiga jo'nating. 10 mm grijani yaxshi qiling. Sizni ham zo'r qilib berishga harakat qilamiz.